Rossiyada pravani almashtirish. Inostronni pravani rossiyskiy pravoga almashtirish. Bizga kerak bo'ladi. Qayni yozilgan kopiya pasport, перевод pasport, перевод права, снилс, медсправка degan. Перевод права bilan перевод pasport notarialni qayerda o'sha перевод qiladigan joylardan olsa bo'ladi. снилс pension fond yo MFCdan olsa bo'ladi. Medspravka, medkomissiyadan o'tish uchun bizga spravka kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Spravkani shu yashash joyida qayerda, qishloqdami, derevnadami, shahardami, qayerda yashash joyi bo'lsa, o'sha yerda poliklinikadan mana qayerda spravka beradi. Spravka bilan shaharda, har bir shaharda mnogofunksionalni nimasi bor. Poliklinikasi bor. Poliklinikasidan narkolog, psixiatr, glaznoydan, doktordan o'tgandan keyin pechat qo'yib, zelyonni spravka beradi. Ko'k qog'oz. Bu qog'oz beradi, qo'shib mana bu zaключениясini beradi. Mana bu zaключение qo'shib beradi. Zaключение. Keyin buni olgandan keyin MFCga borib, MFCda telefonga gosusluga ochtirgandan keyin через gosusluga nimaga yozdirish kerak? Gaiga zapisga yozdirish uchun 2000 to'lab zapisga yozdiradi. Yozdirgandan keyin o'rganish, qanday qilib o'sha savollarga tayyorgarlik ko'rish. Tayyorgarlik ko'rish uchun bizga mana qayni kerak bo'ladi. Notebook. Nima uchun notebook? Notebook gabarit katta. Gabarit katta bo'lgani uchun ko'z tez o'rganadi. Bu yerda savollar bor. Bu yerda yozib qo'yibdi. Ekzamen, bilet, bu yerda keyin marafon bor. Aslida biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa mana marafon. Keyin bir ekzamenda mashq qilib o'rgansa bo'ladi. Marafon bilan ekzamenda. Bu yerda mana savollar bor. Savollarga javob beraversa, bu yerda o'tkazib yuboraveradi. Har kun 2 soat ishdan keyin ertalab turib o'rgansa bo'ladi. Keyin mana prava almashtirilgan prava. Rossiyskiy prava. Keyin qancha ketadi olish uchun? Prava перевод pasport bor edi. Perevod pravaga 1,5 ming ketdi. 1,5 ming. 2,5 mingmi, 3 ming atrofida medspravka, doktordan o'tish. Keyin 2000 rubl gosusluga. И всё. Keyin borib bir hafta tayyorgarlik o'rgandan keyin borib ko'z o'rganishi uchun kresloga o'tirib, kompyuter oldida savolga, shu 20 ta savolga javob berib kelsa, xato bo'lsa ham ko'z o'rganishi uchun keyingi safarda oson bo'ladi. Keyingi safar qiynalmasdan borib, to'g'ri tayyorgarlik ko'rib 800 ta savolda 700 tasiga to'liq 1 soat 40 minutda, 45 minutda 800 ta savolga yetsa, to'g'risi 700 tasiga to'g'ri javob bersa, o'zi bo'ladi shu. Всё.